Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün aslında edebi sohbet qilish kerakdi. Ama vaziyatning taqozosi bilan yana istixbarat sohbeti qiladigan bo'lib qoldik. İstixbaratga kirish darslaridan biri, yani en başlangıç devrede istixbaratning birinchi sinf darslaridan biri mantiqilik guman ve aqliy yakun chiqarish usuli. Qarindoshlar, istixbaratning dasmoyisi, sarmoyisi, mablag'i guman deyilgandi. Undaqda guman qanday qilinadi? Aqyadilla futtu kelgan bir odamdan guman qilamizmi? Masalan, aptaplik bir kun, osmonda hech qanday bulut yo'q, ko'k osmon. Biz birdan qichi yomg'ir yog'adi desak, bu mantiqilik olmaydi. Eğer osmonni qora bulut qaplagan bo'lsa ve havada uzun oksigen 3 puravatgan bo'lsa, bunimizga nayt sap bir nemxo'sh havo, yomg'ir yog'adi deb gumon qilsak, bu mantiqilik gumon bo'lgan bo'ladi. İstixbaratçının gumani mana shunday cho'qim mantiqilik sabablarga tayinish kerak. Biz xalqimizning istixbarat eni bek tuven yoki nol, hatta mening deyishim bo'yicha noldan tuven deymiz. Bu sebepten Xitaylar bek chiqim tortmayla bizni ishontiradi. Bek asan ishontirdi. Men o o'tganki videolarda balkim burun so'zlagan istixbaratga oid videolar yoki boshqa videolardami en az 2 qatim to'xtalgandim. Qarshi tarafni ishondirish masalasi to'g'risida. Ishondirish uchun beriladigan qurbonlikning darajasi haqida so'zlagandim. Deylik-ki, asir kampida asirlardan birisi taslim bo'ldi düşmenge. Bu taslim bo'lgan asirni o'zining tarafiga jasuslikqa evatish uchun u o'zining tarafidagilarni bunga ishontirish kerak. Qanday qilinadi ishontirish uchun? Turmadan qochish yoki lagerdan qochish voqeasi tug'diriladi. Buna misollar var tarixda. Bir casusni qarshi tarafga ishonchlik qilish uchun uni mundala hujum qachishni ko'tatibla vokzalga chiqib yo'lga sep qo'ysangiz, qarshi taraf ishonmaydi. Qanday kelding? Sen tutilib qolibdi ekan, seni qanday qo'yib berdi? Qanday kelading? Demamdi deydi. Onun uchun türmeden kaçtık, kollektif bir türmeden kaç planlap, şuna kaçtık,
Ölgelli öldü. Xudoga shukr, men saq qoldim deyish kerak bo'ladi. Bu turmudan qechish voqeasini bir o'yinni o'ynab chiqdi ular. Ve AQShdan atadi bularni. Bu o'yin rasulash uchun. Haqiqatan nurg'unlarga o'qtigidi. O'lidi. Yüzlerce asrni qochirib etib ve ahirisi de bir qancha adam bilan heliqi nishondik adam qarish tarafga salomat yetib boradi yoki yordavoga oldi yetib borsa taxmishanchilik bo'ladi. Ama biz Uyg'urlarni ishontirish uni jipini mumkin etmaydi. Biz ishonaveramiz. Allah saqladı deyse mi işinimiz? Allah düşmanlarının gözüne galet kılıp müdahale geçip çıktım deyse işini verimiz biz Uygurlar. Yalganma misalını da vermeli. İstihbaratçıların alayda hareket kısımları düşmanın içindeki bir operasiyada için bağlı. Ma'lum bir hareket için, deylik kural iskilatını partlatış için bağlı. Hem iş nayt asan jürüştü. Kolay. Hiç bir nesigi pıtlaşmadı. Aşında ahvalda bu gruppa gumallanıdı bunun. Bunda kolay bulmaslık gerekti. Hemmiş bunda asan bulmaslık gerekti. Nima uchun bu kadar asan bo'layotdi bu bizga? Deb gumon qiladi. Gumon qilish kerak. Belkim bu düşmanning to'ziqi bo'lishi mumkin. Ular to'liq qaldi xaltaga kirganga qadar şuh turib turadigan, bilmaslik sebep turadigan ahvol bo'lishi mumkin. Uning uchun gumon qiladi. Biz qopqonga chiqib kelayotgandik keyin deb gumon qiladi. Allah işimizni asan qildi deb Uyg'urcha bo'lmaydi o ishlar. Qarshi tarafni ishontirish uchun beriladigan qurbonliklar haqida bek ko'p so'zildi. Bir odamni ishonchli qilib singdirib o'tish uchun bir Amerika kinosi var. Shu Norvegiyaning dengiz bo'ylarida 200 metr deniz ostida boshqariladigan bomba yoki atom bombasının bir materyalini ishlab chiqarish uchun qurilgan bir yerasti zavod var suvning tagida. Girmallining qattiq suv ishlab chiqarish uchun qurilgan zavod. Bu zavodni portlatish uchun jassivatib to'shtanmaydi. Bak qattiq kontrol qilingancha ishontirish, ular ishonchlik olib u zavodga kiralish mumkin bo'lmaydi. İşençilik qilish uchun düşmanning ko'radigan yerida o'zining sabdashlardan 26 odamni etib tashlaydi. 20 odam rozi buningga. Sen ishonchlik bo'lish uchun, shu vazifani o'rindash uchun biz o'lsak o'lini deb aldım bilib turib ashuningga. Bu misolni ko'p dedim. Ama biz acayip asan işinimiz qarindoshlar. Xitoyga insof berib qoldi desam işinimizde. Mana shunday qilib Xitoyga moliya kuchi, odam kuchi tejab beryapmiz. Asan bo'ladi. Xitoy chiqim topmaylam. Hem de öz ameliyatımızı kileyli. Xitoy hükümranlık şaraitida qilchilik bir siyasi hata keçirilmeydi. Şundaqla unutilmaydi. Bununla yak deydiganlar chiqib beqanlar.
unutulup qaladı ba'zida deb. Buni hammaylar bilamiz. Odatda hamma Uyg'urlar biladigan bir gap bor, bir turaqliq ibaraga aylangan bir söz. Chiktirilib qoladi. Demdik demamdik. Chiktirilib qoldi deydigan gapimiz bor. O halda siyasi cinayet bilen qamoqqa hüküm qilingan bir kishiga aşı chiktirilib qoladi. Onundan şöhbe qiladiganlar yo'q, meningcha Uyg'urlarning ichida chiktirilib qolishiga ya urilmaydi deydiganlar yo'q. Buningdan her qanday Uyg'urmi gumonliq bo'lgan bir jamiyatda, ya'ni Xitoyning nazarida, Xitoy sistemida her qanday bir Uyg'ur, hatta g'alchi Uyg'urmi potansiyal dushmandir. Xitoyning ko'zida. Biz uni do'stona avatgan bilan ba'zilarimiz undan ayrilg'isi kelmaydi-ku. Ashuna uni billa yashag'ini o'ldi deb qaravatdi azirqichimi. Mes chatallat kelimi. Ama Xitoylar hiç zaman Uyg'urga ishonmaydi. G'alchiga ishonmaydi. Faqat ishongan bo'lib, uni shiylab ish qiladi. Potansiyal düşman bütün Uyg'urlar. Mushunda bir jamiyatda Xitoylarning gumoni uchun sabablar yetarlik. Uyg'urdan gumonlanishga sabab yetarlik. Her sebep bilen bir Uyg'urga ishonmasligi mumkin. Undaqkan bir siyasi cinayet bilen turmada yotquchi chiqqandan keyinmi mangu ishonchsiz sanaladiganligini hammaylar obdan bilamiz. Undaqda bir qancha yil turmada yotgandan keyin turmadan chiqib ve pasport elib chet elga chiqqan taleyliklar yoki qahramonlardan gumon qilishimiz deb o'tilgan mantiqilik gumon degan shu. Tamamen mantiqilik bo'ladi bu gumon. Çünkü biz Xitoyni bilamiz. Xitoy sistemini bilamiz. Bu gumonning mantiqisi biz biladigan Xitoy sistemida bu turdik Uyg'urlarga faqat ishonmaydi. Chiktirilib qoldi deydik. Acaba bunun qandaqsiga pasport yurib qolgandi degan savol ko'nglimizga kechgan bo'lsa, bu tamamen yo'lliq bo'ladi. Yana bir tarafdan bundaq ishonchsiz odamlarga nurg'un para elib pasport berdi degandimi, bütün ailesi bilan bir vaqtda pasport ala olishi buningdagi gumonni kuchaytiradigan bir omil hisoblandi. Chunki para veribmi bundaq qilib bo'lmaydi. Bütün ailesi bilan chet elga mangan bir Uyg'urning niyati qaytib kelmaydiganligiga, qaytib kelmaydiganga manganligi mana men deb bilinib turdi. Buni kichik bolam bilalaydigan oddiy berici. Buni istixbarotlari bo'lgan bir hokimiyatning bilinmay qilishi mumkinmi? Bununla ishinish uchun biz asoslangan mantiqini besib tushadigan bir mantiqilik sababga o'stilish kerak. Bo'ladi. Bo'lmasa bu yerda cho'qim bir sir bor. Qandaq bir sir bo'lishi mumkin? Albatta ish birligi. Teklif qilingan xizmatni qabul qilishi. Yani şunu mu bilemizki, tehi menisi juyuluşqa ulgurmagan kichik bolalarni elib menish yana bir cho'ng to'salg'i Uyg'ur uchun. Bütün aile menish bir mushkul. O'qish yoshidagi bolalarni elib menish tehi bir chataq nayt cho'ng to'salg'i. Ben ahirki hikayeler toplamamı bir hakiki boğan hikayeni fleton şeklinde yazıp kirgizip koygandım. Bunu 3 günün aldıda torga yollap koydum. Bu söhbette kerek oladiganlık için aldın ala okuğa çıktırınla, okup koyanla da.
Belki okuganlarını var. Nayet az Uygur okudu belki. Çünkü okuş bek ters bizim süyümlük milletimiz için. Okuş ölüm kadar ters bir iş. O hikaye 2012 yılı yazılıp diken vakti qarasam, ben onun qarab bakmayla 2015'lerde mi do dep oylaptım ben. 2012'de yazılıp diken. Bu mezgillerde birdilla chetellege sayahat çıkırışqa da keng qusak bo'lib ketgandek bilingan Xitoylar qo'lig'i berilmaydigan pasport bilan shaxsning qo'lig'i bermaydigan pasport bilan uni sayohat ümigininki ümek boshlig'i mas'ul kishi somkisiga solib oladi hamma pasportni. Kishilarning qo'lig'i bermaydi. Bir necha kunlik chiqirdigan sayohat ümigi a'zolaridan chet elda qolib qolsa yo'q yutilib ketadiganga 30 ming so'm zakalat elib buningga meni qanoat qilmay xizmatdagi kadrlardan ikkini kepillikka yozdirib agar qaytib kelmay qolsa kepillarning qo'lga ilindiganligini bildirib shu holdimi yana xotirjam bo'lolmay haliqi o'mak boshliqi hamma pasportni somkasida mahkam saqlab shamoldatmasdan billa elib olib borib billa yana qaytarib kelganligini nayt obdan bilamiz. Xitoy bu qarindoshlar. Chet elda qolib qoladi deb endish qilinayotganlarning ichida hech nimaga kerak kelmaydigan o'zining jinining halakchiligida qolgan qirlan bor. Men yozgan voqeadagisi ashundaq bir qira odam. U faqat Turkiyada bir qirindishi bo'lganligi uchun bir qusak qirindishi. Shuni ko'gis kelib ketib, ashqadar chiqimni tatib Ayşe'nin onu görüşe bir gün, bir akşam bile yetip olaman diye niyet bile çıkan. O sayahat ne mi kare Uygur'un karalarının? Ondan emel tetamaydı Uygur'un arkanç pul tapsı mı? Ama o karındışı uyda 2 saat turuşka 1000 bir kıyın kıyamet ruhsat kıygan. Hatta 2 saat to'shab ketib qelyapti bu tahkimmidi deb ovidides mamlakatga telefon qilib qo'ygan haliqi mas'ul. U Urumchidagi u bosh shtabdan tuvanga telefon qilib tuvandikilar allaqachon haliq kepilni tutib qo'ygan gap. U kepilni bizni hal qilini deb shu yig'lab berib uning uyidan telefon qildim Türkiye'deki tuqqanga. Bizni kun ko'gini qo'yanglar deb. Mana bu Xitoy qarindoshlar. Bu avvallarni unutib qolmagan bo'lsaqlam, chet elga chiqib asli taqin talqon qilib etgudek bilarman odamlarni ailesi bilan yo'lga selib etgan bo'lsa, buningdan gumonlanish mantiqlik olmasa, mantiqi degan zodi nima? Gumonlanmaslikmi? Xitoy insofga kelib qolgancha to'g'ri kelib qolsa kerak debli o'tkazib etsak to'g'riroq bo'ladimi? Yana masalan, bu yaqinlarda o'tirda qizishqa boshlagan İlham To'xta haqidagi xabar va mulohizalarini mantiqlik gumon qo'zg'aydigan bir munch taraflar bor. 2009'larda İlham To'xta bugünkidek hamma odam biladigan bir mashhur ism emasdi. Uni mendek yurtliq bo'lgan odam bilmayotsa, boshqalar qanday biladi? Lekin Mamtimin Hazrat İlham To'xta degan birisinin Fransiyaga kelganligini radioga ma'lum qilib, ziyorat qilishni tavsiya qilganligida ajoyib gumonliq bir nuqta mavjud. Mamtimin Hazrat Turkiyada
u vatandagi chaqda Ilhom To'xta Sho'riqning ko'chasida yalangoq yugurib yuradigan bir kichik bola edi. Şunu vatandan tatib tunushatdim diyemmaydi. Yoki bir jutliq bo'lsa, tuqqanlardan biri havoli qilgan bo'lishi mumkin emas. Bir jutliq bo'lmag'achqa. Onun ustiga vaqtmi bekdal. Chunki Ilhom To'xtani yillik yoki oylik chaqirmagan Fransiya. Bir yıl turduğanga ya bir ay turduğanga. Bir neçə gün içinde qaytıb gididi. Bundaq bir adamның kəgəllikidən dəl vaxtıda xəbər tapmagan təqdirdə ketgəndən keyin aqısdan uqub gəlib apla balduraq anlasam ki deyiliş gəlişimi mümkündür. Lakin xuddi hər ikkisiga ortaq bir baş bunu xəbər qilish bilan birga İlhom To'xtani mashhurlashtirishning tunji qadamini qandaq boshlatish haqida yo'l yo'riq berishi ehtimolligidan boshqa ishonarlik sabab topqala olmaydi. Bu gumondagi mantiq shu. Ular bir jutliq emas. Tantishladimmi emas. Hech qanday o'rtaq kechmishi yo'q. Birer yerde qisqa muddatga bo'lsa-mu uchrashib, tunishib qolgandek fursatım bo'lmagan. Moşundaq turib, deptangisiga Ilhom To'xtaning qaysi davlatga chiqqanligi va uningga qandaq ulashqili bo'ladiganligi, bir telefon nomeri olmasa radiodikal qandaq ulashidi, uni nereden biladi, qaysi mehmonxonaga tushdi bu, qaysi yataqda. Bu haqda uchurga ega bo'lish zadli mümkün emasdi. Bir yıltıcı tutaşlık bulmagan təqdirdə bunu izahlab bəqinlər. Qandığınla izahlayalayısla izahlab bəqinlər buludu. Mana bu bizning bu gumanımız ne? İstihbaratdaki mantiqilik guman deymiz. Yana misal, eğer biri Xitoy təbələrdə oqub xizmet üstüden, yani okuşun bütüydü, xizmetki çıktı. Xizmet üstüden chet ellərə bilim aşırışqa evatilgan bolsa. Maaş elib oquydu. Her qanday xizmetdeki bir adam tekrar oquşqa evatsa, burunqi maaşını berdi. Ayında iş var. Həmmə yerdə şu. Endi bu maaşını elib oquydu chet elde. O'qish pulini ashil to'laydi, evatganlar. Ma'lum davlatda bilim oshirishdan qaytib kelsa, yana bir mezgil ishlab, yana bir zamondan keyin yana bir davlatga bilim oshirish qilayotgan bo'lsa, keyin uchinchi birisiga evatilgan bo'lsa, bilim oshirishga. Bu o'qib, to'li o'qib, pang'olab ketgan bu e'tiborli bola qaytib berib, 3 davlatdagi bilim oshirishlardan qaytib berib, bir mezgildan keyin butun oilasi bilan chet elga mangan bo'lsa, biz biladigan ko'zi kichik chuprandi Xitoylar, "Oy, yo'l bo'lsin, nega? Hocam, biz sizni az o'qitdikmi? Neçə davlatda, neçə yil maaşlarını berib, o'qish pulini to'lab, maşındaqlı ketaverdiği ashmikan?" Demagan bo'lsa. Basıl hocam. Endi chet elda hayotlarini guldek o'tkazsa bo'ladi deb hech taqashlanmayli o'tkazib etgan bo'lsa, janob hayoti bo'yi maaşchi, tijoratchi emas. Shunda olishib qaramay, kelgan davlatda kirimi bilan hech izohlig'i bo'lmaydigan o'ylari bo'lib ketgan bo'lsa, nəhayət təbii yosunda məntiqilik bir güman tug'iladi. Bunday gumanlarga qarata texmi məntiqilik bir izoh bo'lmay turib, quruq gaplar bilan aqlash bekadilla zo'riqish bo'ladi. Endi keldik şu hamma Uyg'urda pasport qo'ymay yig'ib olingan 2016 yilining o'tirisidan keyin baxtli holda chet elga chiqib
kelaligen taleylikler. Bularga qaysi mantiqiy tayinib ishensek bo'ladi? İstihbaratdagi mantiqilik gumon mana shunday ilgari suriladi. Bundaq taleylik chiqib kelishlarni yana mana o'xshash taleysizlarning qismatiga selishtirish orqali bu mantiqini kuchaytirish mumkin. Men 17 yoshga to'shmagan vaqtimda 17 ga az qolgan 1973-yili hamma odamning kallasi juyilib sidamning ustiga qip-qizil rang verilgan bir zamonda Xitoyga qarshi tashkilot qurish urinishida bo'lib tutqun qilindim. Ammo yosh kichik o'tirdi bolalarcha quruq parangdan boshqa hech narsa yo'q. Sotqa etchiqidek tutamliq jinoiy paketmi yo'q. 6 oy qadar bir vaqt ichida badi keldi, so'roq qilindim. Her gün 2 saat, 3 saat kelip berip. Bir sakçı kelip ekitidi, qaytırıydı, ekitidi, qaytırıydı. 6 ay kadar sozulgan bir so'roq. Qamoqqa elinmedim. Çünkü oturdu işim yok. Fakat özemge o'xshash soyma bolalar bilan qilishgan bir parang var. Xitoyga qarshi bir parang ve bir teşkilat kuruş doğrusidagi tasavvur, arzu bak. Mana shunday bo'lganligi uchun qamoqqa elinmadim. Lekin shu chikit qo'ylab qoldi degan gap bo'yicha menga chikit qo'ylab qoldi. 2 qatim oliy maktabga imtihoniga qatnashdim. İmtihonni elib qabul qilish tuzumi asli kelgandan keyin Aralıqda 10 yilcha Madaniyat inqilobida Dadijon tunishtirish xati yozib bersa oliy maktabga ketadigan ish vardi. Başlangıçning bitimiga adamlarni ivatdi oliy maktabga. Tunji qatim 78-yili 1-oyda 77 ga hisob qilib tunji imtihonni oldi. Uningga qatnashdim. Yana shu yilning 7-oyida 78 ga hisob qilib 2-chi imtihonni oldi. Birinci qitimda 3000 o'quvchi qatnashgan imtihonida eng oldinqisi bo'ldim. İkinci qitimliqda 2500 o'quvchi qatnashgan imtihonida birinchi bo'ldim. U chaqlarda tixi Madaniyat inqilobi deganning ta'siri tugab ketmagachga imtihondan o'tgandan keyingi o'quvchilarga siyasi salohiyatini aniqlash jadvali degan bir jadval qo'shimcha etdi. Mana shu jadval tufaylidan bu jadval nima so'raydi? Aksli inqilobiy tashkilotlarga qatnashganmi? Bevosita tuqqanlarning ichida aksli inqilobiy tashkilotlarga qatnashganlar bormi? Jazolanganlar bormi deydigan grafilar bor. Mana shu 2 qatim imtihon berib barammadim. Oliy maktabni menga ortiq ko'rdi Xitoylar. Haliqi bolalarcha ish uchun. Mening birinchi qatim chet elga chiqishim 92-yili 12-oyda bo'ldi. Pasport yo'q. Bir parcha o'pchi qog'oz bilan. Biz gruppining resimlari chaplangan, yeni ismlari yozilgan varaq bilan. Qashqar sayohat idorasiga tizimlatib, ya'ni atishqa tizimlasam, hammasi men to'naydigan bo'lg'achqa red qilinmasin deb qo'rqib, Qashqar sayohat uyumiga tizimlatib bir qatim chiqdim. O'pchi pasportlar.
Andın 93 yılga atılganda kök pasport deydigan narsa payda oldu. Aşı birinci qitimliqda o kök pasportunu ep kaldım. Çünkü onu sakçı idaresi qılmay, taşqı işler işxanası qıladigan bolğanlıqdan bir yoçuq çıktı mı bilmeymi. Bunu aldım. Tekrar pasport elişim çeklengenlikini eniq uqtum. Mening pasportumning vaqti toşqanning yağı. Resmi yoğun bir yığında oblastiki 5 jürüş rahbarlik gruppası deydigan bir gipi vaqtaylarning vutavlığında benzi degen. Aşılarning açkan yığınida mening ismim tilga elinib ve ben tanqidlangan Tashqi ishlar ishxonasi gumonliq adamlarga pasport verib chet elga chiqadi deb. U sakrabdi, men gumonliq adamligi bermadim. Mening oldimda saqchi idarasining tizimligi bor. U tizimlikda ismi yo'q adamligi berib o'taman. Degandikin siyosiy qonun komitetining boshlig'i u yerda. Saqchi idarasining o'zining kuzatish obyektlari bo'ldi. Bizningmi boshqa bir kuzatish obyektlarimiz bor. Ma adam bizning kuzatish obyektlarimizning birisi. Biz gumonliq deb kuzatayotgan bir adam. Sen ashning pasport verding debdi. Bu xabar shu yig'inga qatnashgan bir shaxs talog'i ko'tarib chiqish bilan qulqimiga kelib qoldi. Bu qiyinchilikni ko'rmadikmi? 96'da, 95'ning oxirlarida pasport elishim mumkin emaskan deb tursam, uzartidiganga boquvchilarga pasport boquvchilari uzartidigandan gapi chiqib qoldi. 8.000 so'm pul verib uzartqizdim. Uzartish Ürümçide bo'ldi, xabaringlar. Ürümçiden uçak bilen Bishkekka ketdim. Torg'at bilen atıştımdan quruqliqdan mansam, ayada tunuydigan saqchilar va o'tolmayman deb Ürümchiga ketib, Ürümchiden bu geçmiş 96 yıl 4. ayda çıktım. Ama xabaringlar Xitoyning bizga qaratgan siyosati kundan kuniga chingib menyo'tadi. Bo'libmi 5 iyul Ürümchi qatliamidan keyin naytçın Uyg'urlarning har qanday dushman bo'lib bo'ldi, oshkora. Muşu avvalda meninki onun oldidagi kengirchilik zamonlardagi keçmişimga selishtirsak, endi ma taleyliklar haqida bu gumonimiz bayağı küçük ketadi. Yaxshiki o zamanda kompüter yo'q, qarindoshlar. O men chiqqan zamanda. Şunlaşqa Ürümçiden çıqqanligim uchun u yerda tanımagan ma yo'chiq va ama keyingi zamanda olsa 2000 yıldan keyin bosqanda oldu. Bu sistemlashib ketgan, torlashgan. O qayerdan chiqaman desang o'xshash kompüterda ko'rinib qoladigan ish. Mumkinchilik yo'q. Yaxshiki o zamanda kompüterlashmagan. Bunu mu deb qo'yay? Ko'rayotganlarimizga qarata gumon qilmasak, haqiqatanmi döt olgan bo'lamiz qarindoshlar. Mantiqliq gumonlar buninglik bilan tugamaydi. Turlar ko'p. Yana biri şu anlarda kun tartibimizning 5'idan o'rin olgan qichib chiqqan shohidlar masalasi. Siz kommunist bir sistemni yashab baqdingiz, qarindishim.
Onun da her bir puhranın mı puhrançı giyingen sakçıdek rol oynaydıgan derecedeki üstü çok türmekkelligini bilesiz. Her bir puhra sakçı komünist sistemde. Her bir puhra. Vazifesi bulması mı bir nersini köse deydi o. Deyiş mecburiyeti var. Bir yurtdan yana biriga berishmi qandaq to'sqinliklar, qiyinchiliklar bilan qarshilashidi, bunimi tasavvur qila olasizlar. Xo'sh, sizlar vatandagi chaqlarga qaraganda hozirgi ahvol %100 farqli bo'lib, texmiching midir-sidir qilish imkoni qolmagan vaziyatda. Undaqken kamplardan, turmalardan yoki shu jamiyatdan qaçıp çıkışını tasavvur qilib bakın. Qandaq qilsa o'ngishli bo'ladi. Xiyolingizda bir qaçıp bakın. Qaçıp chiqqanlarning hech biri Himalayadan piyoda qochganlar emasligini nazardan saqit qilmagan holda bu qachish haqida tafakkur qilib ko'ring. Buningda qanday yo'chiqlar bor? Qachish uchun qanday yo'chiqlar bor? Bu qaçıp çıkışlarga siz qanday qaraysiz? Bulupmu Xitoylar qatlam jinoyatlarga shohid bo'lib qolgan shaxslarning qaçishiga qanday tutumda bo'lishi mumkin? Masalan, jinoyatga doir kinolarda ko'rsizlar. Agar bir munosabatsiz odam tasodifiy holda bir jinoiy sahnaga shohid bo'lib qolgan bo'lsa, jinoyatchilar bu şahitni yok qilib etmoqchi to'xtamaydi. Jinoyatni yo'shiraman deydikan sen şahitni yo'qotishingga to'g'ri keladi. Yana bir qiziq tarafim bor. Xitoydan zulm chekkanligidan şahit bo'ladigan qaçib chiquvchilar aslida inson tabiatining tabiiy mantiqisi bo'yicha Xitoylarga ziyoda o'ch bo'lishi. Biz o kadar zulüm tatmadık mesela. Ama ola bevasıta zulüm tattık davatıdık o. O halda ulunun ölçmenliki bizninki qaraganda ne çıkat üstün buluş gerek. Xitaylarga qarağı küzü yok hatta. Qarğısı mı gelmeydiğen derecede ölç buluş gerek. Obdan Xitayni hatta bir köstüp ma obdan Xitay'te Desimi nerapağında obdan Xitayını deydiğen derecede toyup ketken buluş gerek edi. Heyranmız ki, nayda əpsus ki, bizden kaçıp çıkan şahitlarga qarasınız, ör dünyaga çıqqandan keyin mi Xitaylarning quchqida o'ltag'anligini ko'rasiz. Yani Xitoydan shikoyatchi bo'lib chet davlatlardan biriga iltijo qilib, hatto Xitoyning jinoyatlaridan guvochimi bo'lsin-da, ammo chet eldimi Xitoy demokratlari, atalmış Xitoy boylari, komünist Xitoylardan shikoyatchi Xitoylardek ko'rinadigan Xitoy boylari Muşular bilan birga qaynashayotgan bo'lsa, tanlagan yo'limi, tanlagan toplurimi avtonomiyachi tashkilotlar, Xitoylar bilan hamkorlik o'rnatishni to'g'ri ko'rgan toplar, umuman Xitoyparastlarning quchqiga kelib o'ltagan bo'lsa, ularning qochib chiqqanlik iddaosi to'g'risida qanday o'ylasak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni shularga diqqat qiling. Bu qitimqi raysinashda qo'llamaslik uchun bahona topgan tashkilotlar va to'plarda o'rnaganligini ko'rasiz. Bu shahidlar. Xitoydan to'yib ketgan bir odam mushundaq taraf tanlandi. Qaysi mantiqi bo'yicha yana shundan ayrilmay yashaydiganga? Shelik zolimni. Bizde o kadar zalimlikni ko'rmadik o'z ko'zimiz bilan. Bizning beshimizga bevosita kelmadi. Ammo ularning iddiosiga qarasangiz, ularning beshiga bevosita shu kun keldi. Shu zulmni bevosita chekdi. Shu holda turib,
at toplarının tutumıga qaramayla onunğa kelip qoşalgan bolsa. Bu tor toplağı taşlanıp atkan elik toplarının parlak hizmetleri, büyük davalarga ait delillerini kömemdi bula. Hiç bulmasa bu qetim ular tutkan taraflardan ada juda bulalamdı yok. Bu qetimki imza faaliyetide hamma narsa o kadar uçuk göründü. Bunu görgenden ki ya men malını xata qıtılıp qaptım ma diyelemdi. Bular qaraşlasın. Ötken yılı etrafıda torlarda bir uçur taqıdı. Hollandiya hava armiyasida kapitan bo'lgan bir Uyg'urning balıqı ve bu Uyg'urning resimleri torlarga yo'llandi. Keyin bu kapitanning vatandagi aile a'zolarining tutqunliq ekanligi ma'lum bo'ldi. Qarindoshlarımızdan nurg'uni bu yigitning Hollandiya hava armiyasida kapitan bo'lishdek alayidligini rasmiy qilib, ailesini qutqizish ehtimolligini o'tirib qo'yayotganining ustiga Hollandiya taraf bu işten xabar tepipla bu yigitni vazifasidan chetleştirganligi fuquldi. Bunu tushunolmagan qarindoshlar Hollandiya hukumatini yomonlashdi. Yigitga yordamlashib, uning oila a'zolarini qutqizib bermakdi yo'q. Bu yigitni vazifasidan uzoqlashtirgani qanday gap deydigan norozi gaplar bo'lgan edi. Buning sababini o'ylab baqdinglarmi? Nima uchun bizning xalqimiz kutgandek bo'lmay aksichi bo'ldi? Chunki yigitning oilasi Xitoyning tutqunligida bo'ldi demak, Xitoyning qo'lida bir shantaj vositasi bor, bir kozuri bor demakdir. Xitoylar buningga tayinib, yigitdan o'zlari uchun quloq bo'lishini talab qilish ehtimolini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Shunga Hollandiya havo armiyasi onu vazifasidan chetlashtirib, Xitoyning shantaj qilib, uningdan foydalanib ketishinin oldini oldi. Mana bu misolni aqlimizda tutgan holda Seyit Taranchining G'uljidagi ter zavodi va Turkiyada doimli inqilob boshchilaridan bo'lib ko'rinadigan Seyit Taranchini bu kontekstda kuzatsak, Seyit Taranchining gumonlanmaslik tazimi Uyg'urcha bag'razlik bo'ladiganligini bayqaymiz. Yana mushkullarda aramızda yaşayotgan faoliyatchilar, hatta lider mavqesidagi odamlarning chet el hayoti kuzatilganda shunday ahvollarga yo'liqsangiz nima o'ylaysiz? Bu kishi chet elga chiqibla tashkilot qurdi. Xitoyning eng qo'rqadigini tashkilot qurish, umuman odam to'plash. Shunday bo'lishiga qaramay, bu kishi aktiv faoliyatchi, aktiv tashkilotchi bo'lishiga qaramay, orqasidan bir 2 yildan keyin ailesi yetib keladi. Buningga selishtirma men o'zimni deb beray. 96-yili chiqdim. Shu peti chet elda. Kanada hukumati maxsus odam ajratib, aile ishimga yordam qilgan bo'lishiga qaramay, ailem guruh hisobida tutib qilindi. Ailemden mangulik ayrilib qoldim. Ailemni ep chiqish tirishchanligim ketayotgan zamonlarda men hech qanday tashkilotga qatnashmagan. Siyosiy faoliyatlarimda ko'zga ko'ringan bir ism hisoblanmaydim. Shunday turib, ailemni ekilanmadim. Bu selishtirmaga yana shuni qo'shish kerakki, haliqi lider mavqesidagi kishining oila a'zolari chet el safariga atlanganda nimishqidir ayrilib qolgan bir kichik qizi maxsus bir kadr ajratilib, shuningga qo'shib orqadan chiqarib berildi. Bularning hammasini birlashtirib bu kishiga baho berib beqan. Bu ishlardan agar gumon qilgan bo'lsak, ortiqcha gumonxo'rlik qilgan bo'lamizmi yoki mantiqliq gumon hisoblanamdi?
Bunu turup pok yiyiş degen mana şu. Uygur kıllı düşüdü bu. Zaten bu temsil mi? Uygur'un temsili. Bunu bommuz pok yiydi degen temsil o. Ama körüldü ki bugünkü ameliyatda bunumuz batırıp mı yiyeverdiğin gap ekan. Yana bir misal. Bir kishi Birleşken Milletler Teşkilatı Musafirlar Komitetiga siyasi panohlik tilab iltimos qildi. Ma'lum bir vaqtdan keyin, bir yildan keyin deyli, murojaati qabul qilinib, musafirlik salohiyati berildi. Shuningdan keyin uning bir balasi vatandan chiqib kelib, murojaat qabul qilingan oilaga qo'shildi. Birlikte bir g'arb davlatiga yo'lga selinadi. G'arb davlatiga kelgandan keyin bu kishi shu yerdagi Xitoy konsulxonasi bilan yaqin munosabatda bo'ladi. Xitoy pasportini yangilaydi. Siyosiy panohlik tilagan bu yigit Xitoy pasportini yangilaydi. Buni bir muncha odam biladigan bir ish bu. Maxfiy emas. Konsulxona chaqirsa boradi. Bayram tabriklariga. Konsullar bu kishining uyiga mehmon bo'lib keladi. Buni shu shahardagi butun Uyg'ur jamoati biladi. Bu kishi haqida qanday xulosa chiqarish kerak? Gumonlansak ortiqcha gumonxo'rlik bo'lamdi yoki mantiqliq gumon doirasiga kiramdi. Agar keyingisi bo'lsa, buningdan qanday aqliy xulosa chiqariladi? Aqli yakın. Endi üzanlarning tasavvur siniqi uchun bu qitimqi imzo to'plash faoliyatida ko'rilgan ahvollarni analiz qilib, gumonliq nuqtalar haqida savol chiqarib beqanlar. Buning psixik arq ko'rinishi, siyosiy arq ko'rinishi, shaxsiy munosabat ta'sirlari haqida tahlil elib beringlar. Bu kursantlarimiz uchun topshiriq. Mesela gumonliq noktalar qaysilar? Yani bu imza toplash faoliyatiga qatnashsa, imza qo'ysa nimaga ziyon bo'ladi? Iqtisod ketmaydi. Jismoniy ig'irchilikmi emas, bexatarlik masalasini tug'dirmaydi. Qilayotgan boshqa buyuk ishlari bo'lgan taqdirdami, u ishlarga to'salg'i bo'lmaydi. Siyosiy kurash musobasidagi eng oson, eng yenik, qiyğılı bo'ladigan eng qulay ish. Buningga bahona topganlarning bahonalari kuchga egami? Sizningcha asli sabab nimada? Bularni topshiriqlarda tafsiliy javoblanglar. Kursant bo'lmagan boshqa qarindoshlarmi ixtiyor qilsa, inkas ko'znakiga muloyisini yozsa bo'ladi. Buningga shunimi qo'shib qo'yay. Garchi yuqorqi satrlarda bu mazmun bo'lsa-mu, texmi aniq olsun. İmzadan yüzünü kaçırganlarını nemi deyiş gerek? Degen meselede köydümler. Çokum bazı danalar dedi ki imza koymağanqıla münafık hain desek qanday oldu. Xoş, undaq olsa nemi desek doğru oldu. Çolus tegmegen deyli desek bununla saatler ketmeydi. Bir neçe minut getdi. Umumen sebep göstergili bulmaydı bununla. Şundaq durup imzadan başta atkan bolsa, bularga qandaq bir süpet muvafiq? Yana bir topshiriq. Xitoylar azaldan ideologiya sohasi bo'lgan nashriyat, matbuot, ma'arif qatorliqlarga jiddiy qarab keldi. Bunun sebebi kishilarni tarbiyalash roli bo'lganligi. Haqiqatlardan xabardor qilish roli bo'lganligi uchun edi. Yoki yolg'onlar bilan xalqning beshini to'ldirg'ili bo'ladiganligidan edi. Shunga kommunist Xitoy sistemining yolg'onchiligiga qarshi qurilgan chet eldagi radio stansiyalariga millionlab chiqim bilan shavqin qo'yib berib, anglatmaslikka tirishib keldi. Hammanglar bilasizlar buni. Undaqda chet eldagi ashundaq radiolarda ishlaydiganlarni kontrol ostida tutish Xitoy istixbarotining nishonlaridan biri desak, to'g'ri bo'lamdi yo'q?
Agar bundaq bir radioda ishlaydiganlar ishidan bir yoki bir necha quloq paydo qilmoqchi bo'lsa, qanday usullarni qo'llanishi mumkin? Şantaj uchun nimalarni qilishi mumkin? Setib olish uchun qanday qilish ehtimoli bor? Agar siz o'zingizni Xitoy istixborotining bir chashti o'rnini qo'yganingizda radioni kontrol qilish haqida bir plan, proje hazırlash vazifasi sizga topshirilgan bo'lsa, qanday ishlarni qiladingiz? Ya'ni dastlabki qadamdan boshlab bayon qilib beqing. Aldı bilen bunu qildim, anda uni qildim, anda aya keldim degan shaklda. Bayqashlaringizda radiodikilarning birining balalari va jo'risi sizning kuchingiz yetadigan yerda, ya'ni Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda ekanligini bayqasangiz, qanday qilgan bo'lardingiz? Uni görödü tutish orqali şantaj qilish albatta aqlingizga keldiganligi chuqur. Biroq siz uni, oilani chet elga, ya'ni radiodagi xodimning yeniga oila jang bo'lish uchun yo'lga selib etgan bo'lsangiz, buni qanday tushunsak to'g'ri bo'ladi? Mantiqliq gumoningizni deb bakın. Savollarga javob yozish uchun qayta anglang. Hergiz silab siypab o'tkazib etmang qarindishim. Bugün müşaqchi bo'lsin, pamimda yana uzrab ketdi bu degan qisqaroq gap qilamiz degan. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Keyingi qitim ko'rishguncha xayr xo'sh. Keyingisi adabiy suhbat.